Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan birga men o'sha Saidjon Gamer, ya'ni Said Gamer xususan bugungi videomizda top 3 ta lifehacklarni tekshirib o'tamiz. Bo'lmasam do'stlar, biz videoni boshladik. Yo, bularni ko'pligan qarorlar yo'qmi do'stlar? Yo, what's up bro? Okay do'stlar, xullas videoni biz boshladik. Do'stlar, hammaga what's up? Lekin juda ko'p ekan do'stlar. Xullas biz videoni boshladik. Do'stlar, shovqin uchun uzr. Qaranglar do'stlar, birinchi video mana shunday. Qarang, bu ustiga qo'yapti-ki. Qani? Do'stlar, mana shunday bo'lib qolar ekanda. Qarang, do'stlar, mana kerak narsalar oldim. Qaranglar do'stlar. Xo'p, qaranglar. Buni to'ldirib olar ekanmiz do'stlar. Buni to'ldirgandan keyin bu qo'yar ekanmiz buni. Do'stlar, ovozimga e'tibor bermasa, shamollaganman do'stlar. Bilmadim nimaga. Ma'lum qo'ypa. Do'stlar, mana shunday qilishimiz kerak ekanda. Keyin mana bu nima deydi? Grum bilan teskari qilar ekanmiz do'stlar. Mana teskari qildik do'stlar. Keyin bo'lsa mana bu ko'rinmaslik dalamasini ochish kerak ekan. Bo'ldi. Qaranglar, uzoqroqqa borib ochish kerak ekan. Yo do'stlar. O'xshadi do'stlar. Yo. Birinchi lifehack o'xshadi do'stlar. Yo, gap yo'q do'stlar. Ikkinchi lifehack do'stlar mana shu ekan. Qanday bo'lmasam ko'ramiz. Keyin mana shunday bo'lar ekan. Qaranglar do'stlar. Tarixiy kiyapti. Xo'p, oddiygina to'g'rimi? Xo'p, keyinchi xo'p, oyna. Ekan daraxt ko'chati, ekan kukun, ekan loy, to'rtta loy. Xo'p. Atrofiga bunaqalarni qo'yib, loyda sindirib, buni eksa. Yo, rostdan ham uzun bo'lib ketdi. Okay do'stlar, mana barcha kerakli narsalarni olib oldim. Okay, xo'p, mana qaranglar. Oddiy ekyapti, to'g'rimi do'stlar? Oddiy pastgina chiqyapti do'stlar, qaranglar. Xo'p, qani? Xo'p, bunday qo'yardi-da. Qo'ygandan keyin bunga atrofiga oyna panel emas, oyna o'zi qo'yilardi blokini. Okay do'stlar, qo'ygandan keyin blokni pastdagi yer blokni sindirish kerak. Xo'p, mana Xo'p, mana sindirdigan deylik. Keyin buni o'stirish. Nima balolar qilyapman? Buni qo'yamiz. Keyin buni o'stirish kerak ekan. Yo, shunaqa ham baland bo'lib ketdimi do'stlar? Yo, ishonmayapman. Qanaqasiga bu o'xshashi mumkin do'stlar? Bu montaj emas. Qaytadan qilib ko'raychi. Xo'p, bunday qo'yamiz do'stlar. Qo'ygandan keyin bo'lsa buni qo'yamiz. Yer blokini sindiramiz. 2 ta, 3 ta va 4 ta do'stlar. Xo'p, mana qani. Yo, bunisi ancha past chiqdi, lekin katta daraxtmi o'zi yo kichkinami? Lekin katta daraxt odatda bunaqa bo'lmas edi. Yo, rostdan ham katta daraxt ekan. Katta daraxt bunaqa bo'lmasdi. Xullas do'stlar, ikkinchi lifehackimiz ham o'xshadi deb hisoblaymiz. Mana endi navbat 3-lifehackga. Do'stlar, xo'p, mana ancha bo'lib qoldi do'stlar. Biz 3-lifehackga o'tamiz do'stlar. Mana bu lifehack ko'ringlar. Xo'p do'stlar, mana 3-lifehackimiz do'stlar mana shunday. Xo'p. Lavani olar ekan do'stlar. Keyin bu yerga qo'yar ekan. Pechkaga qo'yar ekan bu bo'lsa. Nima? Lava qaranglar do'stlar, mana bu yonilg'isi ketmayapti. Qaranglar do'stlar. Yo, bu o'xsharmikan? Qaranglar do'stlar, yoqilg'isi ketmayapti do'stlar. Gap yo'q. Xullas, biz endi tekshirib ko'ramiz do'stlar. Xo'p, bizga birinchi o'rinda pechka va yana bir balalar kerak bo'lardi. Lava kerak bo'lardi, chunki u yerda lava kerak. O'zi eng asosiysi lava.
va bizga birorta qovurilmagan bir balakali bo'ladi do'stlar. Yana nima olamiz o'zi? Hop, mana bu yerda bor edi. Bu yerda men mol go'shtini olaman, cho'chqa go'shtini olmayman va tovuq go'shtini olaman do'stlar. Okey, qaranglar do'stlar, bu yerga qo'yamiz do'stlar. Qo'ygandan keyin bo'lsa, mana bu lavan qo'yib mol go'shtini qo'yamiz do'stlar. Okey. Va to'xtanglar do'stlar. Rostdan ham ketmayapti yoqilg'isi ko'rayotganingizdek. Menimcha 3-loyihaga o'xshadi yoki o'xshamadimi? Menimcha o'zi ketadimi yo'qmi, unisini bilmayman, lekin men bilmadim yoki kutamizmi do'stlar, lekin bilmadim qanaqasiga do'stlar, yoki ozgincha kutamizmi yoki bir bala qilamizmi yo nima qilamiz, kutamizda. Amal kutgim kelmayapti do'stlar. 3-loyihaga ham o'xshadi. Do'stlar, ko'rganingizdek 3-loyihaga ham o'xshadi. Afsuski bittasi ham o'xshamagani yo'q do'stlar. Afsus. Mayli do'stlar. Mayli do'stlar. Hamma loyihaga o'xshamadi. Agar bu kimni deysanglar, mana buni deb bo'ldi, sana deb bo'ldi, hammayni deb bo'ldi, o'lib ketlaring. Obuna bosmaganlar ahvoli shunaqa bo'ladi. Balki obuna bos, like bos hammang, balki qochmalaring. Xullas, hammaga xayr do'stlar. Okey. Bo'lmasam hammaga xayr, salomat bo'linglar. Obuna bo'lib, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin do'stlar. Hammaga xayr. Ciao.